Bismillahirrohmanirrohim. Istanbul 2010-yilning may oyi. Umar amaki boshini kitobdan ko'tardi. Ko'zoynagiga bir necha tomchi tekkandi. Osmon va falakdan birdaniga yomg'ir tomchilay boshlagan edi Istanbul uzra. Tomchilar marvarid donasidek tovlanar edi. Yomg'ir tomchilari Istanbulning bo'yniga shoda-shoda durdek tushib, husniga husn qo'shar edi. Umar amaki kitobga yomg'ir tegishidan xavotir olmaganida, bunday yoqimli yomg'irning tagida shalabbo bo'lib ketgunicha necha soat bo'lsa ham o'tirgan bo'lar edi-ya. Orzularini yomg'ir bilan tiniq qilib yuvsa, qani juda chiroyli ish bo'lar edi. Istanbulning ko'z yoshlari odamni shalabbo qilsa qilibdi-da. Istanbul bilan tengma-teng ho'l bo'lish juda yoqimli-da. Umar amaki bu moviy ko'zli go'zalni, javohirga teng kitobni ayadi. Bu go'zal yomg'irda ho'l bo'lsa, ko'zlaridagi surmalari oqib ketadi. Siyohlarning sahifalarini qonga bo'yaydi. Umar amaki kitobni darrov kostyumining ichiga yashirdi. Umar amaki o'zini o'ylamas, o'ylay ham olmas va kitobga yomg'ir tegmasin deb kuyunar edi. Birdaniga quyib yuborgan yomg'ir allaqachon qariyaning kiyim boshini shalabbo qilib ulgurgan edi. Umar amaki yuziga tomchilar tegishi uchun boshini osmonga ko'tardi. Yomg'ir Istanbulning ko'zlaridan yum-yum yig'lab yog'ar edi. Istanbulning ko'z yoshlari Umar amakining keksa yuziga kelib tushar. Go'yoki Istanbul Umar amakini yonog'idan o'payotgandek edi. Umar amaki apil-tapil ichkariga kirdi. Ochiq balkonning eshigini yopishi bilan birinchi bo'lib kitobni paypaslab ko'rdi. Kitobni kostyumini qalqon qilib, saqlab qo'ygan yeridan chiqarib ham o'tirmadi. Ish qilib ho'l tegmagan bo'lsin, deb qo'ydi ichida. Keyin balkon eshigining yonidagi mo'jazgina derazadan yana tashqarini kuzatdi. Istanbulning marvarid shodasi go'yoki uzilib ketgan. Marvarid donalari tuproqqa tushib, yer bilan bitta bo'layotgan edi. Shu payt Istanbul jizzakilik qilayotgandek ko'rinar edi. Istanbul kimga zarda qilyapti ekan? Nimadan jahli chiqqan bo'lishi mumkin? Uning shunchalar ko'ngliga tekkan narsa nima bo'lishi mumkin? Shaharlar yig'lamaydi deyisharmidi odamlar? Istanbul esa yig'laydi. Istanbul zarda qilib turgan payti ham maftunkor edi. Umar amaki xonasiga kira solib, kitobni kostyumning ichidan avaylab chiqardi. Shkafdan shoshib sochiq oldi. Birinchi bo'lib kitobning chiroyli muqovasini sochiq bilan artib qo'ydi. Ustiga tushgan tomchilarni bittalab artdi. Shundan keyin oynaga qarab o'zining aksini tomosha qildi. Usti boshi shalabbo bo'lgandi. Avval boshini sochiq bilan artib quritdi. Keyin quruq usti bosh kiyib olish uchun xonaning burchagidagi yaqinda qurilgan yog'och devorli kichkina xonaga o'tdi. Umar amaki kitoblar bor joyda hech kiyim almashtirgan emas. Kitoblarning oldiga odob bilan chiqish kerak deb bilar edi. Agar kitoblarga odob bilan qo'l uzatmasa, ular u bilan gaplashmay qo'yadi. Umar amaki ust boshini almashtirib olgach, ishq-u muhabbat ilmini qo'liga olib, yana bir bor tekshirib chiqdi. Sahifalarning ichi nam tortmaganmikan deb, qayta-qayta sahifalarni ko'zdan kechirdi. Xuddi bu kitobning har bir sahifasida alohida sir yashiringandek edi. Kitobning sahifalari ichiga mushk qo'yilgan bo'lib, yomg'ir tekkanida uning xushbo'yi atrofga anqib ketgan edi go'yo. Bu kitobga tekkan tomchi xuddi olovga tekkan suvdek bug'lanib ketar edi. Kichkinagina tomchi ham bu yong'indan o'zini olib qochar edi. Umar amaki esa mana shu gulhanga kirgisi, yongisi kelar edi xuddi. Yonmagan odam qanday qilib so'nsin? Umar amaki keyingi 2 kun to'shakka mixlanib qoldi. Tobi qochgan edi. O'sha kuni ochiq balkonda yomg'ir tagiga o'tirib keksa odam shamollab qoldi. Ha, Umar amaki endi yosh yigitcha emas. O'zini ehtiyot qilishi, o'zini avaylab yurish kerak. Yonida unga mehr beradigan, qilgan ishlaridan xavotir oladigan, kerak bo'lsa, nazorat ostiga oladigan hech kimi yo'q edi-da. Umar amaki mana bu kitobni ham shu sababdan ko'ngliga yaqin olayotgan bo'lsa kerak. Mana Hasanning ham yonida hech kimi yo'qdi. Umar amaki kasal bo'lib, 2 kun yotgan joyida bir sherni tinmay xirgoyi qildi.
Kimsasiz kimsa bo'lmas, hammaning kimsasi bor. Kimsasiz qoldim, yordam ber, ey kimsasizlar kimsasi. Rushoniga tegishli bayt. Hasan bilan Umar amaki sirdosh bo'lib qolgan edilar. Hasanning ismini biladigan yagona odam ham Umar amaki bo'lsa kerak. Bu fikr Umar amakini xursand qilishga-ku qiladi. Hasanni-chi? Hasan iztirobda. Sevimli yorini tuproqqa ko'mib, endi o'zi ham o'lib qolgandek edi. Uning ko'ngli alamdan yonar, o'zi esa mana shu yong'inni o'chirish uchun davlatma-davlat sarson bo'lib, buloq qidirar edi. Ishq va muhabbat yong'inni o'chira oladimi? O'zi ishq va muhabbat degani gulxan degani emasmi? Ishq va muhabbat degani gulxan ichida zizg'anaga chiqquncha yonish emasmidi? O'zingizni oba hayotga sho'ng'itib olsangiz, ichingizdagi ishq va muhabbat otashining oz qismini bo'lsa ham o'chirishga yetmaydimi? Oba hayot ham ishq va muhabbatning gulxanida yonib ketmasmikan? Qani Umar amaki kasal bo'lib yotgan bo'lmasa edi, shu payt Hasanning yurtiga borib kelishini juda istab turgan edi-da. Kasal bo'lib qolmaganida allaqachon yo'lga chiqib ketgan bo'larmidi? Yo'lga chiqishga majoli ham yo'q-da. Umar amaki kasal ekanidan qiynalmayotgan edi. O'zini xuddi Hasanni o'sha yurtda yolg'iz tashlab ketgandek his qilar. Bemorlik qolib, mana shu hisdan qiynanar edi. Ishq va muhabbatning dardi xuddi uning ham boshiga balo olib kelayotgandek, ko'ngliga so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan og'riq kirgan edi. Umar amaki yotog'ida yotar ekan, oshiq zotlar bu darddan qutulishni hayollariga ham keltirmas edilar, deb qo'ydi. Boshida og'riq his qildi. Ko'zlari achishar, ko'z qovoqlari og'irlashib borar edi. Oshiqlar dard yo'q joyda ishq ham yo'q deb aytgan bo'lar edilar, albatta. Ishq va muhabbat bittagina atirgul g'unchasi uchun minglab tikan sanchilishiga rozi bo'lish degani emasmi? Atirgulning o'zi bu yurtni tashlab ketib qolsa, unda nima bo'ladi? Ishq va muhabbat qaysi shaharda qo'nim topar ekan? Ishq va muhabbat qaysi shaharda yashaydi endi? Ishq va muhabbat zahar misoli qonga singirib boradi. Yo'q, u bu yo'lga qadam bosganlarni o'ldirmaydi, balki es-hushidan ayiradi. Oshiqning aqli yo'q bo'lsa, bu gira atrofni o'rab olgan tog'u toshda qanday qilib o'ziga yo'l topib chiqib ketsin? Uning qo'lidan nima ham kelar edi? Kim bilan maslahatlashib, ishq va muhabbatning yo'liga tushsin? Axir ishq va muhabbat yo'lga tushish degani emasmi? Yo'lingizni topa olmasangiz ham yo'lga chiqaverish, ishq va muhabbat izlashtir, dedi Umar amaki va ko'zlarini yumdi. Yana bir she'r keldi tiliga. Sekingina o'qidi, ko'zlarini ochmay. Barcha lazzatdan ham shirin malhamsan, ey ishq zahri, darddan zavq olgan har bir ruh shifodan bosh tortar. Yahyo Kamol Bayotliga oid bayt. Ha, ishq va muhabbat shifo emas, kasallikni qidirish ekan. Ishq va muhabbat degani topa olmasangiz ham izlash degani ekan. Necha kundan beri ma'nan charchagani, buning ustiga kasal ham bo'lib qolgani tufayli Umar amaki holsizlikdan uxlab qoldi. Unga qolsa-ku, tezroq ishq va muhabbat ilmini o'qishni davom ettirsa, xuddi Hasan yozgani kabi. Umar amaki ham shu payt uxlab qolganidan hajolat tortib ketdi. Umar amaki asrlar osha o'zini sirdosh deb yaqin olgan do'stiga xiyonat qilgandek his qildi. Hasan Umar amakining tushiga ham kirib chiqdi. Tushida ham ishq va muhabbat ilmi haqida o'ylab yurdi. Umar amaki tushida qo'llarida moviy jildli ishq va muhabbat ilmini tutganicha ko'z yosh to'kayotgan Hasanni ko'rdi. Xuddi o'zi aytib bergani kabi bir daraxtning soyasida o'tirgan emish. Qo'lida moviy rang daftar. Hasan daftarga ko'ngil dardlarini to'kib sochmoqda. Hali Hasan bu bo'lg'usi kitobga ishq va muhabbat ilmi deb nom qo'ymagan ham bo'lsa kerak. Hasan hozir kitobdagi voqealarning qaysi yilga tegishli qismini yozayotgan ekan. Hozir u qaysi gapni qog'ozga tushirayotgan bo'lishi mumkin. Gulhayoni ko'rmaganiga necha yil bo'lgan ekan. Qani Umar amaki uning tilida gaplasha olsa edi, darrov o'zini tanishtirib, unga o'zimning sirdoshim
holdoshim Hasan deb murojaat qilgan bo'lar edi-ya. Tushlarning o'ziga yarasha tili bor va Umar amaki bu dunyoda necha yil yashab, ko'plab tushlar ko'rgan bo'lsa ham, tushlarning tilini tushunmas edi shu paytgacha. Hasan mana shu tilda yozar va tush ko'rmaganlar bilan gaplashib ham o'tirmay qo'ya qolar edi. Ha, rostdan ham Hasan men tush ko'rmaydigan odam bilan gaplashmayman ham deganida nimani nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Balki ular bu tilni tushunmaydi, men ular bilan qanday gaplashayin? Gapirgan taqdirimda ham ular meni tushunmaydilar-ku, demoqchi bo'lgandir. Umar amaki mana shunday tush ko'rib, ko'zlari qonga to'lgan va o'zi bemajol holda ko'zini ochdi. Bosh og'rig'i hali ham ketmagan. O'zini majburlab yotoqdan qo'zg'aldi. Shundaygina yotoqning yonida turgan shippagina oyog'iga ildi va ishq va muhabbat ilmini yana bir marta mehr bilan qo'lga oldi. Ko'rgan shuni o'ziga ishora deb qabul qildi. O'zicha shunday ta'bir ham qildi. Hasan unga yolvorgandek bo'lib, "Qani o'qiy qol, ey sirdoshim, Xudo haqqi, o'qigin" deyotgandek edi. Umar amaki Hasanni tinglashda davom etdi. Hasan o'zi o'tirgan daraxtning tagida haligacha ishq va muhabbat ilmini yozmoqda. Qani Umar amakining tushi rostga aylanib qolsa edi, shu payt Umar amaki eslashga harakat qildi. Tushida bo'lsa ham Hasanning o'ng qo'lining bosh barmog'iga go'daklik chog'i kirib ketgan tikandan paydo bo'lgan yara haligacha qonab turganimidi? Yo'q, eslay olmadi. Umar amaki jim qoldi. Hasan gapira boshlagan edi.